Bugun 18-aprel, bir yo'li sizlarga 3 ta Spark ko'rsatmoqchiman. 2011-yil, 2012-yil, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark. Meni bu video murojaatim asosan Dumba Elmirga bo'ladi. Elmirot, mashtumga kelding, Jiguli deyib, Spark olib, maza qilib, oqib yurgin. Qizlarni olib, muzikalarni qo'yib olib, maza qilib yuradigan mashinalar mashhur bo'ladi. Hammasida 30% dan kraskasi bor. Oldi orqa suyagi butun metan gaz ballonlari bor. 2011-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz 406 ming kilometr yurib o'tgan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz hammasi ikkinchi pozitsiya bo'ladi. 480 ming kilometr yurgan. 2015-yil 250 ming kilometr yurgan. 2011-yil Sparkimizning $3550 kami bor. 2012-yil Sparkimizning $4000 kami bor. 2015-yil ishlab chiqarilgan Sparkimizning 4800 kami bor do'stlar. Elmir, endi ham shu Sparklardan bittasini olmasang, odam emas ekansan. Salomat bo'linglar.